Assalomu alaykum. Mana Andijonga keldi. Hamidullaga kasalxonalariga. Lekin Andijonda eng qimmatlaridan bittasini shu o'kan boqib keldi. Inni ko'rib, lekin sindi lekin inga. Mana qo'nog'ini qaranglar, buni ishqozlar boshqacha bo'ladi-da. O'zi jo'ylana qirtishlik kerak, begona katta o'tmasa ekan shaklda. Ichkarini ko'ringlar, yuriydi. Qimmatlari bor ekan Andijonning kapitallari. Gulsanlar, bo'ynini ushlab. Mana rangini qaranglar. Lekin ichkarisi xuddi odam yashaydigandagi qo'yishlar. Mana joylarni qaranglar. Ahmetlarni stoldan o'tirib, dam olib. Endi mana kapitallarning kattaligi va shu qotqinni, naminchi qotqinni. Bular mashaqa zot bo'ladi. 15-20 yildan beri ishlab bir-birini yuzlab chiqargan. Ularni zalga chiqmaydi. Bularni Andijonning sportsmenlari ko'p. Kapitallar ham sportsmen ekanda. Andijonning karshasidan beryapmiz. Shunchalik qachon bo'lib ketdi? Eshitdingizmi? Qanaqa katta bor. Bollari bor, bollarni o'zini $2000 deysizmi? $2000 ham olishayotgan ekan. Apchikindashlar, apchiklash 2 oy. Hozirgi qoqqoni $1000 ga bermadim dedingizmi? $1000 Rossiya, Moskvada bo'lmaydi bermaydi. Eng qimmat necha pul bo'ldi? Bu yerda bitta 3 mingga bermaganim bor yaxshida. 3,5 mingga bermaganim bor. Yaqinda asakanlik bolalar oldi bitta nardi u. Hojaka $4000 ga. Yaqinda bir 15-20 kun. Endi o'zini ishqozi bor. Bularni Ishqi bor. ana diskni bitta ko'rsatinglar. Mana qaranglar, katta yo'q shu. Hali bu don yemagan-a bu. Bermagan bu. Mana qaranglar, mashina o'zini mana $1000 dan 2000 ga ikkitasini sotibdilar. Mana uni bergan ukamizga berdim. Bu pul bo'ladi. Donga tushganda olib ketadi. Mana bunisini ushlab turing. Mana buni tashqarisiga qaranglar. Ko'zlarini qaranglar. Bizachi oldin Andijonning kaptarini boqardik-da. Bunchalik bo'lmasdi, Toshkentda bo'ladi, uchraydigan Andijonlar. Bundan kichkinaroq bo'ladi-da. Boshi katta ekan. Bular aka ishlab bir-biriga solib chiroylilashadi. Necha yil dedingiz buni? Bu 4 yashar aka bu. O'n oladi. Men bir 10 yoshdan katta bo'lsa kerak deb o'yladim. 4 yashar ekanda. Mana bu baydirlarga menga yoqqan. Narxi $1,5 ekan. Mana. Endi bari biza Toshkentliklargacha mana rang boshqacha-da, bizga mana shunaqa yoqadi. Qopqon deydi. Sizlarda qizil to'sh deydimi? Sizlarda bizda qopqon deydi. Ko'zlariga 5 shisha ko'z. Ko'zlariga lekin gap bo'lishi mumkin emas.